Toshkent shaharliklar diqqatiga. Agar sizda arendaga berilayotgan joyingiz bo'lsa, menda arendaga olaman degan inson bor, zudlik bilan pastdagi nomerga aloqa chiqing. Shartlari: birinchi qavat bo'lishi kerak, novostroyka bo'lishi kerak, katta ko'cha bo'yiga bo'lishi kerak, fasad bitgan bo'lishi kerak, chiroyli bo'lishi kerak. Ichki qismi beremont bo'lsa ham bo'ladi. 100 kvadratdan 160 kvadratgacha shunaqa joyingiz bo'lsa, magazin uchun, ya'ni erkaklar kiyim-kechagini sotadigan butikka joy ko'ryapmiz. Toshkent shaharining yaxshi lokatsiyasidan bo'lishi kerak. Toshkent shahar atrofi bo'lmaydi, pastki qismlari, ya'ni Chilonzor qismlari bo'lmaydi. Markazroqda katta ko'cha, chiroyli, ya'ni butiklar bor joy bo'lsa, a'lo darajada bo'ladi. Sizda yoki sizning tanishingizda shunaqa joylari bo'lsa, zudlik bilan shu videoni tashlab bering. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqamiz. 1-2-3 kun ichida shu masalani hal qilishimiz kerak. Sizlardan yaxshi xabarni kutib qolaman.